Assalomu alaykum, aziz muxlislar, meni kuzatib boruvchi obunachalarim, sizlarga bir iltimos bilan chiqqanman. Bilibsizlar, 6 oydan beri ijod qilaman kecha-kunduz uxlamay. Shu ijodimdan natijasini ko'rib, hozir 3000 ta obunachi yig'dim. Xalq qo'llayapti. Xalq qo'llayaptimi? Chunki xalqni ishonchini qozondim. Muxlislar qo'llayaptimi? Muxlislarning ishonchini qozondim. Menga telefon qilib, har xil gap yozmayapti. Mana videoga aytaman, Alloh mana xalqga o'qilya, muxlislarga o'qilya. Obunachilarimga o'qilya. Yordam beraman, aqqa-o'pchag'im qo'lingdan kelsa, o'zingga ishonsang, o'sha o'zingga javob berolsang qilganlar. Men gapimga javob beraman, obodim, challayman hamma joyga dedim. Sanlar telefon qilib, men boshim qotirmalaring. Qaysi bo'lishidan qat'iy nazar videoga aytyapman. Nomerni ol, o'zingga ishonsang, qo'ldan kelgancha yordamingni bersa, homiylik qilasanmi yo boshqa qilasanmi, bir borib chalib beraman. Lekin boshimni achitmayman. 4 kun, 5 kun telefon qilib, 4 xil gap gapirib. Bitta telefon qilasan, yordam qilaman. U bo'ladi, bu bo'ladi, uda-suda. Qo'shiqning oti nima? Qo'shiq ovozing ton nima? Inson, men muzikantman. Yana 7 yil o'qiganman. 7 yilcha bir 7-8 ta o'qituvchi o'qiganman. O'sha o'qituvchilar ham biladi qobiliyat qandaligini, tan bergan o'qituvchilar. Sizlarni o'rgatman musiqani. Aymi? Men o'zim bilaman qanday chalasiz. Sanlar faqat kuzatib bo'ldi. Qo'lingdan kelsa yordam qil. Bo'lmasam kerakmi hal gapni qilib. Men o'zim kuchim bormi, qobiliyatim bormi, sulhim bormi? Bu sulhim orqali hech qachon men e'tiborsiz qolmayman. Qachondir e'tiborli bo'ladi. Men borki, shunday chalaman, sanlar tomosha qilasan. Men yo'nalish ko'rsatuvchi odam bo'lsin, homiy bo'lsin, kerak bo'lsa Moskvaga borib, alla Pugachevarni o'ylab, million akros chalaman, Axkaka Jenshina ham chalib beraman. Yuriy Shatunovlarga olib kuylarni chalaman. Mana bitta gap aytaman. Agar menga homiy bo'lsa, xohlagan kuy chalib beraman bir eshitib. Nota, garmona yo'q. Eshit. Nota, garmoniya, akkord yo'q. Mana shu uchovga qiynalaman, lekin boshqa kuylar eshitib chalayman. Klassika bo'ladimi, estrada bo'ladimi, xalq artisti bo'ladimi. Prosta menga aytganim, men boshim qotirasanlar, u deysan, bu deysanlar. Qo'lingdan kelmasa yordam berma. Birov bilan ishing bo'lmas. Ha, ishingni qil, men ishimni qilay. Aymi? Men ijod qilyapman. Harakat qilyapman. Shunday aytgan she'ringni qo'shiqqa qarab chalib beraman. Aytgan she'ringni estrada aytasanmi, maqom qilib aytasanmi, sho'x qilib aytasanmi, menga ayt, men chalib beraman ko'zing oldicha. Men o'rgatma, men o'rgataman senlarga. Senlarni o'rgatma muzikani. Aymi? Qara, 29 ga kiryapman, 9 ga. Shu ijodim orqali 3000 ta obunachi yig'dim. Xalqqa oshkora qilyapman. Ko'tarib boraman endi men ham. Yosh ijodkorman. Qo'llab-quvvatlanglar, rahmat sizlarga. Lekin haq gap yozmanglar.